Ko'paydivaga kim? Kim? Sani chaqiryapti. O'zini xotira ketib qoldi. Tabriklayman, o'g'illi bo'ldilaring. Men o'g'irli bo'ldim. Ha, sen o'g'illi tabriklayman jo'ra. O'g'lingiz 9 kilo tug'ildi. Maktabga ham chiqib ko'rsa bo'lar ekanda birda. O'g'lingizda gigantizm kasalligi aniqlandi. Bu kasallikda bola soat sayin o'sadi. Постой, паровоz. Onangni sut fabrikasi yo'q, kamroq o'chmani o'sdi, Godzilla. Sen 1 soatda ichadigan sut puliga men 1 oy pivo ichaman. Onangni emgin. Allah, bolam, Allah uxlaydigan. Telefondan qo'yib berganingiz yaxshi edi, dada. Uxla. Nima qilyapsiz? Muzika qo'yib uxlatmoqchi edim. Qo'li tegib ketdi-da, musiqa o'zgarib ketdi. Janatopidan foydalaning. Bu ilovada musiqa qo'ysangiz, ekranni o'chirsangiz ham musiqa o'chmaydi. Yuklab olsangiz bo'ladi. Eng zo'ri umuman reklama yo'q. Bu ilovani Google Play yoki App Store'dan Ha, zo'r ekan-a? O'zing aytsang bo'lmaydi shu Allahni jonli. bo'ladi. Ayt bo'lmasa. O'g'lim yaxshimisan, mehmon yaxshimiz. Qani men nevara olib kelib erkalab tepalarga otib bir o'ynatay qani olib kel. Man nabirasiz, bemalol otib o'ynatishingiz mumkin. Hozir esimga tushib ketib belim og'riyotdi. Boring, bolangizni cho'miltiring. Men cho'miltirmayman-ku, o'zing cho'miltir. Endi shuni men cho'miltirmayman-ku. Yo'q. Tushunarli. Xotin, 5 oylik chaqalog'imiz mustaqil hayotga tayyor bo'lish mumkinmi? Yo'q, jinnimisiz? Menimcha tayyor.